Ushbu videoda siz bilan ayn harfini qisqa muddatda to'g'ri talaffuz qilishlikni o'rganamiz. Qani ketdik. Demak, dast avval ayn harfini chiqish joyini, mahrajini bilib olishimiz kerak. Demak, ayn harfi o'zimizning o'zbek tilidagi harflarga o'xshamaydi, mutlaqo o'xshamaydi. Mana shu sababdan biroz mashq talab qiladi talaffuz qilishlikni oson, yaxshiroq chiqishligi uchun. Ya'ni mahraji qayerda? Mahraji halqumning o'rta qismida. Halqum qayer o'zi deyilsa, halqum deb mana bu qismda aytamiz. Halqumni o'zi 3 qismga bo'lganmiz. Halqumni quyi, halqumni o'rtasi va yuqorisi. Demak, halqumni eng tubi yoki quyi deb turib, mana bu insonni kekirdak qismi joylashgan joyini aytamiz. Mana bu kekirdak joylashgan qism halqumni eng tubi. Ana shundan bir pog'ona tepaga chiqadigan bo'lsangiz, bu halqumni o'rta qismi bo'ladi. Aynan shu joydan ayn harfi hosil bo'ladi. Ayn harfini talaffuzida bir necha mashqlar bor. Keling, ana shu usullar orqali aytib beramiz. Misol uchun qarang. Oddiy a ni aytasiz. Oddiy a. Shu aytishlik davomida qo'lingizni mana bu halqumni o'rta qismini harakatga keltirishlik yoki yengil urishlik orqali ayn harfiga olib borishligimiz mumkin. Misol uchun qarang. Mana shu usullar orqali albatta sizda ham chiqadi, ko'proq takrorlaysiz albatta. Demak, umumiy holatda ayn harfining mahraji halqumning o'rta qismida joylashgan. Endi keling, hozir misollar bilan o'rganamiz, ya'ni rasmlar orqali juda ham oson holatda bo'ladi. Xo'p, mana ekranimizda hozir ayn harfini rasm orqali beryapmiz mahrajini. Mana bu joyga e'tibor qilasiz. Mana bu joy halqumning o'rtasi deyiladi. Mana bu pastlik qismi bo'lsa halqumni eng tubi. Mana bu nuqta bilan belgilangan joy halqumning o'rta qismi bo'ladi. Ayn harfi chiqadigan joy. Xo'p, demak mahraji mana halqumning o'rtasidan hiqildoq tog'ayi mintaqasidan. Mana bu tog'ay hiqildoq tog'ay deyiladi. Mana bu suvakcha deymizmi? Bu hiqildoq tog'ayi. Ayn harfini talaffuz qilayotganingizda mana bu hiqildoq tog'ayi halqumning o'rtasiga tomon suriladi, ya'ni bo'yin devoriga yaqinlashadi. Natijada mana bu joyda qisilishlik holati mana, ichkaridan kelayotgan havo qisilishligi natijasida mana bu ozgina joydan chiqadi. Ya'ni ayn harfini talaffuzida. Mana bu hiqildoq tog'ayi nima bo'lar ekan? Suriladi, bu tarafga suriladi. Demak, ayn harfi ingichka harf hisoblanadi. Hiqildoq tog'ayini aytdik va mana bu halqumning o'rta qismi. Keling, buni osonroq misollar bilan talaffuz qilamiz. O'zi aslida biror bir harfni talaffuzda qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta o'sha harf ishtirok etgan misollarni ko'proq o'qing. Misollarni ko'proq eshiting. Mana shu holatda albatta sizda ham ayn harfi yaxshi chiqadi. Misol uchun qarang. Fathali, kasrali, zammali holat. Demak, ayn harfini talaffuzda imkon qadar og'izni kattaroq ochishligimiz va inson o'zini bosh qismlarini yoki bo'yin qismlarini tikkaroq holatda, egilgan emas, balki tikkaroq holatda turganda aytadigan bo'lsa, osonroq chiqadi. Shu qatorda tilni o'zimizga tortamiz. Og'izni kattaroq ochib, talaffuzda tilimizni ichkariga o'zimizga tomon tortamiz. Misol uchun qarang, mana ba'zi bir insonlar a deb qo'yishadi. Yo'q, a deydigan bo'lsangiz, hamzani o'qib qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni alifni tepasida fathasi bor holati a, i, u bo'ladi. Lekin ayn harfida unaqa emas. Nima qilishimiz kerak? Ozroq mashq qilinadi, mashq talab qilinadi albatta. Bu birdaniga 2-3 marta takror qilganingizdan keyin ayn harfi chiqadigan harf emas, chunki bu o'zimizning o'zbek tilida uchramaydigan harfligi uchun albatta ko'proq mashq qilishingiz kerak. Hozirgi aytgan usullarimiz orqali mana og'iz kattaroq ochiladi, tilimiz ichkariga tomon tortiladi. Keyingisi mana ayn harfi sukunli kelyapti, ayndan oldin a harfi kelyapti. Qarang talaffuzda. Mana birinchi a ni aytasiz yoki mana shu holatda a ni cho'zib turib ayting, oxiriga kelganda aynda sukunligiga aytasiz. Shunda ham oson bo'ladi. Demak, bu joyda cho'zuv yo'q, lekin mashq qilishlik uchun aytayapman. Masalan, mana shu mashqlar orqali albatta sizda ham chiqadi. Endi mana bu misolni o'qiymiz. Bu joyda birinchi a ni aytayapman, keyin aynda sukunligi. I ni aytayapman, keyin aynda sukunligi. Keyingi so'zimiz ilmu, umru, amal, ta'lamu. Demak, bu joyda aynda fatha, kasra, zammali hamda sukunli kelishligini misollar orqali so'zlarda berganmiz. Mana bu so'zlarni siz uchun bir zo'r tavsiya, taklif bo'ladi. Mana shu ekranda ko'rib turgan so'zlaringizni ko'p baro takror qiling. Juda ko'p marta. Masalan,
100 martalab, 50 martalab takror qiladigan bo'lsangiz, ayn harfida sizda ham albatta o'zgarish bo'ladi talaffuzda. Chunki imkon qadar hozirgi aytganimizdek harflarni misollar orqali ko'proq o'qishlik kerak. Ayn harfini agar to'g'ri talaffuz qila olmasangiz, ya'ni boshqa harflarga o'xshatib a, i, u deb talaffuz qiladigan bo'lsangiz, albatta ma'nolarga, so'zlarga ta'sir qiladi. Misol uchun qarang, mana bu joyda berganmiz. Alamun ayn harfi bilan berilyapti. Alamun degan bayroq degan. Masalan, O'zbekiston bayrog'i deganingizda mana shu alamun so'zidan foydalanamiz. Agar siz buni oddiy a bilan, alif bilan yoki hamza bilan alamun deb talaffuz qilsangiz, og'riq degan ma'no kelib chiqadi. Qarang, bitta ayn harfini to'g'ri talaffuz qilmaslik orqali yangi so'z, yangi lug'at paydo bo'lyapti. Shuning uchun biz har bitta harfni to'g'ri holatda talaffuz qilishimiz kerak. Mana alamun, mana bu og'riq degan so'z esa alamun. Endi mana amrun ayn harfi bilan berilsa insonning ismi. Amr degan insonning ismi bor, odamning ismi. Agar siz buni ayn emas, oddiy a bilan bersangiz, amrun degan ish, buyruq, ish degan ma'noni bildiradi. Demak, umumiy holatda ayn harfini albatta to'g'ri talaffuz qilishligingiz kerak. Hozirgi aytgan usullarimiz orqali, mana bu xalqimda o'rta qismini mashq qilishlik orqali sizda ham ayn harfini talaffuzda o'zgarish bo'lishligi mumkin albatta. Hozirgi aytganimdek, mana bu so'zlarni ko'p bora takror qiling. Albatta ko'p takror qilsangiz, juda katta foydasi bo'ladi. Ushbu videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.